Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Endi oylik qarab hisoblangan soliqlarni to'lashni ko'ramiz. Bizda NPS bo'yicha 700 ming qarzdorlik bor, ijtimoiy soliq bo'yicha 820 ming qarzdorlik bor, daromad soliq bo'yicha 833 ming so'm qarzdorlik bor. Endi mana shu qarzdorliklarni qanday qilib to'laymiz? Albatta o'ziga kerak bo'ladigan bo'lim bu bank va kassa bo'limi. Bank veb-ga kiramiz. Bu yerda spesialniy bo'lim tanlanadi. Keyin nima uchun pul chiqaryapmiz? Uplatilgan налоги tanlanadi. Qachon pul chiqaryapmiz? Buning uchun bizga kerak bo'ladigan hujjat bu VIPsga mana 14.02 ikkinchi fevralda pul chiqaryapmiz yanvar uchun. 14.02.23 tanlaymiz. Endi налог. Hop, qaysi turdagi soliq to'layapmiz? Biz hozir daromad soliq to'layapmiz. Shuning uchun 64.20 mana NDFL ni tanlaymiz. Lekin налоговый период qaysi davr uchun to'lanayapti? Yanvarni solig'i. Olov-chetil kimga to'layapmiz? Davlat tashkiloti g'aznachilik boshqarmasi bo'ladi. Agar bo'lmasa, adresda bo'lmasa, uni qo'shish kerak. Sazat qo'shiladi albatta. Bu yerga nominal g'aznachilik boshqarmasi bankka 00014 qayerdan olinyapti bu? Bu VIPsdan olinyapti. Mana 00014 va shotga 23.402 bilan boshlangan shot yoziladi. 20 talik shot yoziladi. Mana bilan boshlangan. Okey bosiladi. Hop, bizda bor, shuni talab etamiz. Endi mana daromad solig'i o'zi kelib chiqdi. Mana bu talaganimiz uchun summa 833 ming so'm to'layapmiz. Hop, назначение ham o'zi kelib chiqdi. Va провести закрытие bosamiz. Endi обороткамizga o'tadigan bo'lsak, mana 64.20 bizda summa kamaygan, qoldiq yo'q. Hammasi soliqni to'lab bo'ldi. Endi keyingi ishimiz qolgan soliqlarni to'lash. VIPsga kirib, yana spesialniy qilib. Hop, uplata налоги 04.02.23 bu ham. Mana ijtimoiy solig'imiz. Налог qaysi soliq turini to'layapmiz? Единый социальный налог. Yanvar uchun to'layapmiz. Olov-chetil yana g'aznachilik boshqarmasi bo'ladi. Summamiz 840 ming so'm to'layapmiz. Mana единый социальный налог chiqib keldi назначениесida va провести закрыть. Ochotib o'tadigan bo'lsak, mana ijtimoiy soliqimiz ham kamayadi. Keyingi ishimiz NPS to'lash bo'ladi. 700 ming NPS to'lab olish kerak. Hop, operatsiya bank va kassa VIPsga kiramiz. Spesialniy uplata налоги 04.02.23 налог qaysi soliq turi? NPS to'layapmiz. Hop, налог payne процент штраф. Налог yanvar uchun to'layapmiz. Olov-chetil kim bo'ladi? Olov-chetil endi g'aznachilik bo'lmaydi. Qaraymiz, mana Sirdaryo tuman davlat soliq inspeksiyasiga to'langan ekan. Endi biz ham xuddi shunaqa qilib sazat qilib yaratamiz. Oldin yaratib qo'yilgan. Agar sizlarda bo'lmasa qo'shasizlar. Nominal inspeksiya va oxirida shot yoziladi. Bank. Albatta 125 bank infosi yoziladi. Shotga 22.628 bilan boshlangan o'sha xalq bankining shoti yoziladi. NPS shot. Записать закрыть, keyin o'sha tumanni tanlaymiz. Mana chiqib keldi o'zi NPS shoti. Summaga 7 ming so'm to'layapmiz va провести закрыть bosamiz. Endi расчетga qaraydigan bo'lsak, mana NPS bo'yicha qarz qolmadi, o'zi umuman sanaqa soliq bo'yicha qarzimiz qolmadi. Mana shu soliqlarni to'lash bo'ladi.